Dünya boylab tomoshabinlar madaniyat ham tildi жақсы үйренбекте. Бұл табиғи түрде мемлекетке болған har taraflama qiziquvchilikni arttıradi. BTS тек қана dünya boylab өз qadriyatlari ham madaniyatni savlalantiruvchi ulkan fan bazani jaratdi. Balki mamlakat ekonomikasына да ulkan үлес қосты. Ma'lumotlarga qaraganda, gruppa iskерлigi Qubla Koreya ekonomikasына жылына dерлік 3,6 milliard dollar alып keladi. Soning менен birge BTS-га байланыслы buyumlar ham kosmetika satuvidan mamlakat xazinasine 1,1 milliard dollardan артық ақша түседі. Bundan sqari 2017 жылда саяхатшылардың har 13-шісі mamlakatga тек BTS топары үшін келгенлігі айтылған. Bundan sqari koronavirus pandemiyasi davrinde de konsertler ham ilojlar bekor etilganine qaramasdan BTS mamlakat ekonomikaсын qo'llab-quvvatlaydi.